Homiladorlikdan keyin ko'pchilik ayollarimiz o'zlarini avvalgi vaznlariga qaytishni va qorinlarini imkon qadar tezroq tekislashni xohlashadi. Bu orzu bilan ular ko'pincha qattiq dieta qilishni va o'zlarini mashaqqatli mashq qilishga majburlashadi. Ammo siz o'ylab ko'rganmisiz? Dietalar va intensiv mashqlar ayniqsa tug'ruqdan keyingi zaif organizmga qanday zarar yetkazishi mumkin? Birinchidan, keskin dieta og'ir mashqlar gormon balansini yanada buzib yuboradi. Bu esa nafaqat vazn yo'qotishni qiyinlashtiradi, balki sog'lig'ingizga ham jiddiy zarar yetkazadi. Ayniqsa diastazi bor ayollarimiz bo'lsa. Agar sizda ham homiladorlikdan keyin vazn olish, qorningiz chiqib qolish holatlari kuzatilayotgan bo'lsa, mashqlar qilishga shoshmang. Tug'ruqdan keyin birinchi 6 oy davomida organizmni tiklash uchun eng samarali usul bu sog'lomlashtiruvchi massaj muolajasini olish va yengil elfiki mashqlar hisoblanadi. Qorin sohasida diastazi bor yo'qligini aniqlash bo'yicha darslik tayyorlaganman. Darslikni qo'lga kiritish uchun kommentariyada minus belgisini yozib qoldiring.